Mo'may bilan bo'ri. Burun bir mo'may bo'lgan ekan. U yuzning chet bir yerdagi erdan qolgan ko'zlakda yolg'iz yashaydi ekan. Mo'mayning bar yo'qi birli qo'lsi bo'lib, uningdan boshqa to'g'u, ishchaqliq narsimi yo'q ekan. Shu qo'lsi bilan malik bo'lib, uzun kunlarni qisqartib, ko'ngilsiz chog'larni xushal qilib yuridi ekan. Mo'may qo'lsini tog'ning oyoq besilmagan joylaridagi eng mayin o'tlardan, eng suzuk va salqin buloq suvlardan akilib boqidi ekan. Atsi oqshimi o'zi bilan agashtirib yuridi ekan. Mo'may taqqa o't eklishga manganda ishikni ichidan ilib olgan. Men kelmay turib talatizga chiqmagan. Ishikni meningdan boshqa hech kimga ichib bermayin, deb qo'lsini uyning ichida qoldirib ketdi ekan. Mo'may tog'ning oyoq besilmagan joylaridagi yop-yeshil va eng yumshoq o'tlarni uch-uchlardan terivlib qopqa soladi ekan. Salqin va eng suzuk buloq suyidan bir ko'mzakka oladi ekan. Kun tushdan egilgan chog'larda qaytib kelganda, "Tur qozam, tur. O'tning uchini akaldim. Tur qozam, tur. Suvning sizgini akaldim", deydi ekan. Qo'za Mo'mayning bu shartlik chaqirqini anglagandan keyin ishni ochidi ekan va Mo'mayning ilib kelgan o'tlarni yeb suyni ichidi ekan. Shundan keyin Mo'may uni agashtirib chiqib sayli qildi ekan. Bu qo'ziga ko'pdan beri bir bo'rining ko'zi tushib, uni yeyishning qasdi bo'lsa-mu, lekin yeyishning ipini topolmay yuridi ekan. Chunki u qo'za ati oqshimi Mo'maydan zodla ayrilolmaydi ekan. Kunduzlari Mo'may toqqa ketganda bo'lsa, uydan tashqariga chiqmaydi ekan. Mo'may toqqa ketgan kunlarning birida bo'ri qo'zining uydan chiqishni paylab bir buk tikan tuvda uzoq marab yetibdi. Lekin qo'za chiqmabdi. Bir vaqtlardan keyin Mo'may qaytib kelibdi. Bo'ri bo'lsa, alamdan qo'rqib og'zini ko'shab ketib qopti. Atsimo bo'ri Mo'may toqqa ketgan vaqtda kelib, yana marab yetibdi. Lekin bir haza kutib yetib, qo'zi chiqmagandan keyin ochiqida uyning panjaraga kelibdi-da, aldab ko'ribdi. Qo'rqitib ko'ribdi, chiqara olmabdi. Panjara va eshiklarni urib ko'ribdi, ichkariga kira olmabdi. Qo'zi bo'lsa un chiqarmay jimjit turibdi. Shu orada yana Mo'may qaytib kelibdi-da, bo'ri texim alam bilan "Xapsini to'xta" deb kechib ketibdi. Shundan keyin bo'ri Mo'mayning ishkini nima deb ochirishni bilishning ko'yiga tushibdi. Atsi Mo'mayning keldigan vaqtida uyga yaqin bir dal yerga mökülib, quloq selib turibdi. Bir vaqtlardan keyin Mo'may bir qopda yumshoq o't, bir ko'mzakda suv ko'tarib kelib, "Tur qozam, tur. O'tning uchini akaldim. Tur qozam, tur. Suvning sizgini akaldim", deganda qo'za eshikning ilig'ini sharaqqida ichib, Mo'mayning oldiga yugurib chiqib, erkilab o'ynaqlabdi. Buni ko'rgan bo'ri ko'nglida, "Endi tilingni bildimmi? Qo'limga tushganing tushgan", deb ketibdi. Bo'ri bir jangallik berib, tong etishni taqatsizlik bilan kutib, Mo'mayning hilqi shartlik so'zlarini yodlabdi. Tong etib kun chiqarda Mo'may qop bilan ko'mzigini ko'tarib taqqa ketibdi. Bo'ri uyning atrofini birdam aylanib yuribdi-da, keyin eshik oldiga kelib, "Tur qozam, tur. O'tning uchini akaldim. Tur qozam, tur. Suvning sizgini akaldim", debdi. Buni anglagan qo'za bir ishinib, bir ishonmabdi. Ishni ochay desa, birinchidan Mo'mayning ovoziga o'xshamag'idek. Ikkinchidan Mo'mayning keldigan vaqti emas, texi atigan. Ochmay desa, balki Mo'may yaqin yerga beribla oldirab qaytib keldimikin, ilda mengib kelganlikdan hozirab ovoz o'zgarib qoldimikin, deb ikki xiyolda qilib turganda, bo'ri yana yiliq shartlik so'zlarni yana takrorlabdi. Shuningdek keyin qo'za tavakkul deb eshikni ochibdi-da, har ehtimolga qarshi o'zi eshikning kayniga mökibdi. Eshik ochilishi bilanla uyga o'qdek etilib kirgan bo'ri qo'zni ko'rmay qopdi. Biroq ko'zlaridan o't chaqnab turgan och bo'rini ko'rgan bichora qo'za qo'rqqandan varqirib o'tibdi. Shu chaqda bo'ri qo'zni bir tishlab besdi-da, yeb chiqib ketibdi. Bir vaqtlardan keyin Mo'may kelsa, eshik ochiq turg'idek. Uy kirsa, qo'lsining faqat ustixonlari qolgan. Shuningdan keyin Mo'may "Ah" debdi-da, livini tishlabdi. "Sen bo'riga bir ko'rsatmasam, to'xta", degan o'yni ko'ngli pukib qo'yibdi. Bir kuni berib yana bir qo'l setib ketdi.
Bir kuni Mo'may bu so'g'isning tuvini cho'nqur o'ri qilib ko'labdi. To'nirga nihoyat ko'p kukun yiqib, uning qo'qaslarini yilqi ko'lgan o'rg'a to'kibdi-da, ustini bo'sh qilib, bilindirmay yepib qo'yibdi. O'zi qop bilan ko'mzakni ko'tarib taqqimagan bo'lib ketibdi. Astag'ina qaytib kelib, ishkining kayniga mökibapti. Bir vaqtlardan keyin bo'ra Mo'mayni ketib qoldi deb o'ylab, bu qo'znimi yemakchi bo'lib kepti va tur qo'zam tur deb ishga yiqilishi bilanla paloqqida qilib o'rg'a tushib ketibdi. Uningdagi qo'qasga o'tlanib, ovozning barcha chirqirabdi. Shu chaqda Mo'may chiqib, "Ha, qo'z yeganda mazza qilgan bo'lg'aytding, endi uning jazosini tartib ko'rgin" deb kulibdi. Shunda qilib bo'ra qo'ziq qas qilman deb, oxiri o'zi qo'qasga kuyib o'libdi. Şinjan Universiteti bilan Şinjan Bilqut şirketi birleşip işlep çıkargan Bilqut xazinesi Uyghur xalqının örf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqal tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyghur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutdan bil. Bilqut xazinesi